13. bab. Şu kuni Hazreti Ayso uydan chiqib, ko'l bo'yida o'tiradi. Atrofiga nurg'un odam yig'ilg'ashqa, u bir kemaga chiqib o'ltirdi. Xaloyiq bo'lsa, ko'l bo'yida turishadi. Hazreti Ayso ularga tamsil bilan nurg'un hikmatlarni aytib berdi. U mundaq dedi: Bir dehqon urug' chashqili etizig'i chiqibdi. Chashqan urug'larining ba'zilari chig'ir yo'l ustiga tushibdi. Qushlar kelib, ularni yeb ketibdi. Ba'zilari tuprog'i kam, toshliq yalaga tushibdi. To'pizi nebiz bo'lganlikdan tezla unib chiqibdi. Lekin cho'nqur yildiz tatmag'ashqa, kun chiqish bilanla so'lishib, qurib ketibdi. Ba'zilari tikanlarning orsiga tushibdi. Tikanlar o'sib, mayslarni besibapti. Ba'zilari bo'lsa, munbat tuproqqa tushibdi. Ularning ba'zilari 100 hassa, ba'zilari 60 hassa, yani ba'zilari 30 hassa hosil beribdi. Bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar. Shogirdlari kelib, Hazreti Aysodan: Siz nima uchun ko'pchilikka ta'lim berganda tamsil keltirsiz? deb so'radi. Hazreti Ayso mundaq javob berdi: Erishning podshohligining sirlari ularga emas, sizlarning bilishinglarga berildi. Chunki kimda aql farosat bo'lsa, uningga texmi ko'p berildi. Uningdagi aql farosat eshib toshqichi bo'ladi. Lekin kimda aql farosat bo'lmasa, uningda bo'g'inimi elib ketildi. Ularga tamsil bilan so'zlashimning sababi shuki, ular qarasimi ko'maydi, anglasimi tingshmaydi, ham haqiqiy tushunmaydi. Buning bilan Xudoning Yashaya payg'ambar orqali oldin ola aytgan munu so'zlari amalga oshirildi. So'zlarimni anglaysizlar, tushunmaysizlar. Qilganlarimga qaraysizlar, ma'nisini uqmaysizlar. Chunki bu xalqning zehni zaiflashgan. Ular quloqlarini etvagan, ko'zlarini yumvagan. Undaq bo'lmasidi, ko'zlari ko'ratdi, quloqlari anglaydi, zehni uyg'unib, manga qaytatdi. Men ularni saqaytatdim. Lekin sizlar naqadar baxtlik. Chunki ko'zinglar ko'rdi, qulog'inglar anglaydi. Bilib qo'yinglarki, burunqi nurg'un payg'ambarlar va durust odamlar sizlar ko'rgan va anglaganlarni ko'rishni va anglashni orzu qilgan bo'lsa-mu, murodiga yetamidi. Endi urug' chechish to'g'risidagi tamsilning ma'nosini anglanglar. Agar biri Xudoning podshohligi to'g'risidagi so'zni anglab turib tushunmasa, shayton kelib uning ko'ngliga tushgan so'zni elib ketadi. Bu dal chig'ir yo'l ustiga chechilgan urug'lardir. Tuprog'i kam, toshliq yalaga chechilgan urug'larga kelsak, ular Xudoning so'zini anglab, xushallik bilan darhol qabul qilganlarga tamsil qilingan. Holbuki Xudoning so'zi ularda yildiz tatmag'ashqa, ular uzunga bardoshlik bermaydi. Xudoning so'ziga ishonganligidan qiyinchilik yoki ziyonkashlikka uchrasa, Xudo yo'lidan darhol chatnab ketadi. Tikanlarning orasiga chechilg'ini shundoq odamlarga tamsil qilinganki, bu odamlar Xudoning so'zini anglasimi, lekin ko'ngliga bu dunyoning andishlari, boylikning eziq turishi kirib, Xudoning so'zini bo'g'ib etadi-da, ular hosilsiz qoladi. Munbat tuproqqa chechilgan urug'lar bo'lsa, Xudoning so'zini anglab, tushungan odamga tamsil qilingan. Bundoq odamlar albatta hosil beradi. Ba'zilari 100 hassa, ba'zilari 60 hassa, yani ba'zilari 30 hassa hosil beradi. Hazreti Ayso ularga boshqa bir tamsilni so'zlab berdi. Erishning podshohligi etizga yaxshi urug' chashqan
odamga o'xshaydi. Bir kechsi hamma odam uyquga cho'mganda, u odamning dushmani kelib, bug'doyning orasiga yava o't urug'larini chechib etib ketibdi. Mayslar o'sib, bashaq chiqaganda, yava o'tlarni ko'rinishga boshlabdi. Xo'jayinning chakarlari kelib uningga, "Xo'jayin, siz etizga yaxshi urug' chashqan edingiz-ku. Bu yava o'tlar nerdan kelib qoldi?" debdi. "Bu bir dushmanning ishi", debdi xo'jayin. Chakarlar, "Berib yava o'tlarni yulvatsa qandaq?" deb so'rabdi. "Yo'q, yava o'tlarni yulimiz desanglar, bug'doylarmi yulinib ketishi mumkin. Ularni o'sishiga qo'yib etinglar. O'rmi vaqtida men o'rmichlarga avval yava o'tlarni yulib, ko'ydirish uchun bog'lab yig'ib elinglar. Ondan bug'doylarni yig'ib, ombirimga qochilanglar deyman", debdi xo'jayin. Hazreti Ayso ularga yana bir tamsilni so'zlab berdi. Erishning podshohligi xuddi bir odamning etizga shashqan qicha urug'iga o'xshaydi. Qicha urug'i butun urug'larning ichida eng kichik bo'lsa-mu, u har qanday ziroatdan egiz o'sib, ko'chat bo'ladi. Hatto qushlarmi kelib, uning shoxlarida uvlaydi. Hazreti Ayso ularga boshqa bir tamsilni so'zlab berdi. Erishning podshohligi xuddi xemir turishga o'xshaydi. Ayol xemir turishni bir xalta unga qo'shib uyg'ursa, bu xemir turuch butun xemirni bo'ldiralaydi. Hazreti Ayso bu ishlarning hammasini tamsillar bilan ko'pchilikka bayon qildi. U tamsil keltirmay turib, hech qanday ta'lim bermaydi. Buning bilan bir payg'ambar orqali oldin ola aytilgan mo'ni so'zlar amalga oshirildi. "Og'zimni tamsil so'zlash bilan ochiman, dunyo opirdi bo'lgandan beri sir bo'lib kelgan ishlarni tilga olaman." Shuningdan keyin Hazreti Ayso ko'pchilikdan ayrilib uyga kirdi. Shogirdlari yeniq kelib, "Etizdagi yava o'tlar to'g'risidagi tamsilni tushuntirib qo'ysingiz", dedi. Hazreti Ayso mundaq dedi: "Yaxshi urug'larni chashqan inson o'g'lidir. Etiz dunyo bo'lib, yaxshi urug'lar erishning podshohligining mirosxo'rlaridir. Yava o'tlar bo'lsa, shaytonga tava bo'lganlardir. Yava o't urug'larini chashqan dushman shaytondir. O'rmi vaqti, zaman oxiri. O'rmichilar bo'lsa, farishtalardir. Yava o'tlar qandoq yulinib o'tga tashlangan bo'lsa, zaman oxiridimi shundoq bo'ladi. İnson o'g'li farishtalarini avatib, insonlarni gunohga ozdirgan va yomonlik qilganlarning hammasini o'z podshohligidan shallab, ularni lovuldab turgan o'tga tashlaydi. Ular u yerda hasratda yig'lab, tishlarini g'uchurlatadi. Haqqoniy odamlar u chaqda otsi Xudoning podshohligida quyoshdek chaqnaydi. Bu so'zlarni qulug'inglarda ching tutinglar. Erishning podshohligi xuddi etizda yoshirilgan bir g'aziniga o'xshaydi. Uni tepib olg'uvchi hayajon ichida g'azinini qaytadan yoshirib, shu etizni setib olish uchun bor yo'qini setib etadi. Erishning podshohligi yana qimmat baholiq unchi marvoyitlarni izdigan savdogarga o'xshaydi. Savdogar nihoyat qimmat baholiq bir marvoyitni topgan ekan, qaytib berib bor yo'qini setib, u marvoyitni setib oladi. Erishning podshohligi yana dengizga tashlanib, har xil beliqlarni tutadigan to'rga o'xshaydi. To'r to'shqanda beliqchilar uni qirg'oqqa tortib chiqaradi. Ondan o'tirib, yaxshi beliqlarni ilg'ib elib, sivatlarga qochilab, nacharlarini tashlab etadi. Qiyomat kunimi shundoq bo'ladi. Farishtalar kelib, yomon kishilarni haqqoniy kishilardan ayiradi va ularni lovullab turgan o'tqa tashlaydi. Ular u yerda hasadda yig'lab, tishlarini g'uchurlatadi. Hazreti Ayso ulardan:
bu so'zlarni tushundinglarmi? deb so'radi. Tushundik, deb javob berdi ular. Hazreti Ayso mundaq dedi. Erishning podshohligi to'g'riliq ta'lim olgan Tavrat ustozi xuddi g'azinisidan konunla emas, balki yangi narsalarni ilib chiqqan xo'jayinga o'xshaydi. Hazreti Ayso bu tamsillarni so'zlab bo'lgandan keyin u yerdan ayrilib, o'z yurtiga ketdi va o'z yurtidagi ibodatxonada xalqqa ta'lim berishga boshladi. Uning ta'limini anglagan xalq hayron bo'lib, bu odamning bunchavala aql farosati va mo'jiza yaratish qudrati nerdan kelgandi? U faqat oddiy bir yog'ochchining o'g'li. Uning onasining ismi Maryam, Yoqub, Yusuf, Simon va Yahudalar uning qarindoshlari emasmi? Singillarining hammasi o'z ichimizda. Shundaq turuqliq, uningdagi bu qobiliyatlar zodi nerdan kelgandi? deyishatdi. Shuning bilan ular uni rad qildi. Hazreti Ayso ularga mundaq dedi. Payg'ambar o'z yurti va o'z uyida hurmatga sazovor bo'lmaydi. Ularning itqotsizligi tufaylidan Hazreti Ayso u yerda ko'p mo'jiza ko'rsatmadi.